Karışma, men eslay bilasam, eslay olmaysan emas. Qayta boshlamam kerak. Ishqalanish shuni tabiatini tushundingmi edi? Niye ekan bu tabiat? Qanday ekan? Elektromagnet tabiatga ega. Nima uchun elektromagnet tabiatga ega deb aytamiz biz buni? Chunki ikki jismning yuzasi sirtlar bir-biriga yaqinlaganda molekulalar bir-birini tortadi. Molekulalar bir-biriga yaqinlaydi va ular bir-birini torta boshlaydi. To'g'ri. Aslida bizda yog'och bo'ladigan bo'lsa, aslida biz yozganimiz yog'och bo'lsak bo'lsin, yog'och. Aslida parta, stol bo'lsin, stol. Bizga sirt yuzidan silliq bo'lib ko'ringanmi, bir chiziq bo'lib ko'ringanmi? Mikroskopdan kattaytirib bo'lsak, mana bunda holat hosil bo'lyapti degan. Shundaymi? Mana shu holatlar bularning harakatiga xalaqit beradi. To'g'rimi? Tushundingmi buni? Demak, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, ishqalanish kuchida mana bu narsaga to'xtalamiz endi. Bu nimaga harakatlanmayapti mana? Kuch bilan tortyapman qara. Birinchi holatda prujnaning holatini ko'rsatib ketay. Prujnani asli holat, prujnani so'rmoq uchun bir qo'ldan prujna yasadik. Mana prujna turish. Endi bu cho'zilishini qara. Cho'zilishini payqayatsam, cho'zilyapti, lekin bu harakatga kelmayapti. Nimaga degan savol tug'iladi. Tortyapman, lekin harakatga kelmayapti. Xo'sh, nimaga harakatga kelmayapti? Qani aytchi mana. Elastik kuchi bilan ishqalash kuchi teng emas. Teng emas desam, yo'q, men kuch ta'sir qilyapman, bu jism harakatga kelishi kerak. Kuch ta'sir qilyapti. Kuch jismlarni harakatga keltiruvchi sabab. Lekin kuch ta'sir qilyapman, bu harakatga kelmayapti. Sababi nimada? Biz ko'rsatgan kuch oz. Niydan oz? Ishqalanish kuchidan oz. Ha. Demak, buni bunday narsa. Qara. Men bu yoqqa tortyapman, tortayotgan yo'nalishimga qarama-qarshi bir narsa, bir kuch bor. To'g'rimi? Mana shunday deb aytish kerak. Birinchi bu yerda bu yoqqa tortyaptimi o'g'iz, nash buni bu yoqqa yubormay turgan yana bir kuch bor bu. Tushundingmi? Bu kuch qanday kuchdi bu? Ishqalanish kuchi. Ko'rdingmi? Bu kuchning bu turi, ishqalanish kuchining bu turini tinchlikdagi ishqalanish deb ataydi. Tushundingmi? Tinchlikdagi ishqalanish. Tinch turishi uchun kerak bo'ladigan kuch. Tushundingmi? Endi naq shu narsani aslini maylab tashlab tortqanda qanday bo'lar edi? Qanday o'ylaysan? Harakat qilgan bo'lar edi. Nima uchun? Massasi o'zgarmadi-ku. Sen mana massada deding. Koeffitsient o'zgardi. Koeffitsient treniya. Ishqalanish, to'g'ri, kuch kamaydi. Kuch kamaydi. Mana bu kuchga ta'sir qilayotgan qarama-qarshi kuch kamaydi. Tushundingmi? Endi koeffitsient deb atarsak-ku, koeffitsiyentga kamaydi biz hozir. Biz hozir kuch, tabiatda qanday kuch mavjud ekanligini o'rganishga harakat qilyapmiz. Tushunasan? Demak, men buni tortyapman. Tortayotganimga qarama-qarshi ta'sir qiladigan kuch bor va u kuchni biz ishqalanish kuchi deymiz. Ishqalanish kuchining ham tinchlikdagi ishqalanish kuchi. Endi nimalarga bog'liq u kuch deyotgan bo'lsak, endi ko'rsak bo'ladi. Qarama, hozir masalan dinamometr bilan aytaylik. Mana hozir 0.2 newtonda o'sha harakatga keldi. Endi ustiga men jismni qo'ysam, 0.2 newton bo'lib harakatga kelmadi. Ha? 1 newton bo'lib harakatga kelmadi. Mana endi mana 3 newton bo'lib harakatga keldi. Masalan, endi ko'rdingmi? Endi nima bo'ldi endi? Endi massaga bog'liq. Endi mana shu kuch va tinch turgan 0.2 gacha tinch turdi. Endi 3 newtongacha tinch turdi. To'g'rimi? Kuch ortdimi? Hayır. Qaysi kuch ortdi? Ishqalanish kuchi. Ishqalanish kuchi ortdi. Biz buni harakatga keltirish uchun 3 newtongacha kuch ta'sir qilishga majbur bo'lyapmiz. Va 0.2 newtondan ta'sir qilyapti buni. Harakatga kelyapti buni. Endi harakatga keltirish uchun 3 newton. Demak, ne kuch ortdi? Ishqalanish kuchi ortdi. Ishqalanish kuchi nimaga bog'liq ekan? Massa. Jismning massasiga bog'liq ekan. Tushundingmi? Faqat massaga bog'liqmi desak-chi? Yo'q, faqat massaga emas. Ha? Yana nimaga bog'liq bo'lishi mumkin? Ishqalanish koeffitsiyentiga shuytib G. Ishqalanish koeffitsiyentiga deb atarsa, ishqalanish koeffitsiyenti nima ekan bilmaysiz o'zi. Ishqalanish koeffitsiyentiga deb atarsa-ku, biroq koeffitsiyent nima ekan bilmaysiz o'zi. Aslida nima koeffitsiyent? Son qiymat. Qanday qiymati? Masalan, bir jism bilan ikkinchi jism arasida ishqalanish koeffitsient.
Shu qanday sonda shu? 0.2 bo'lishi mumkin, 0.3 bo'lishi mumkin, 0.5, 7 bo'lishi mumkin. Masalan, u ne sonlardir ular? Ko'rdingmi? Bilmaysan. Shuni men sana tushuntirishga harakat qilaman. Bu ishqalanish kuchi mu n ishqalanish koeffitsiyenti xo'sh. C alohidamiz. Normal nabor o'xshaydi. Taqovuqli nabor. Bu elektromagnetizm bu. Qanday narsa qara, ishqalanish koeffitsiyentiga. Va massaga bog'liq ekanligini isbotladi-da. Qanday bog'liqdir? To'g'ri. To'g'ri proporsional. Ishqalanish kuchiga massaga to'g'ri proporsional. Soatni ko'rib berchi. Sharof. Eshitdim. Massaga to'g'ri proporsional. O'zingizning massa ortgan sari ishqalanish kuchi ko'payib boradi, to'g'rimi? Ketdik. Demak, asli bu massaning o'ziga bog'liq desa, aslida massaning o'ziga bog'liq, primoy bog'liq emas. Biz uni normal bosim kuchi yoki reaksiya kuchiga bog'liq deb qarashtiramiz. Qanday desa, F ishqalanish n-ga proporsional. N nima desa, n mg'ga teng, to есть normal sharoitda tinch turgan holatda, masalan, yoki jism tinch tursa yoki to'g'risida tez harakat qilsa, n og'irlik kuchiga teng bo'ladi, to есть F mg'ga teng bo'ladi. U каким образом desa, masalan, qara mana. Mana turgan jismni shuni qaytarsam menga. Mana stol. Ustida turgan brusok, to'g'rimi? Yaxshilab tushunib ol. Bu yerda tushunish global faktor. Tushunish orqali masalalarda har xil ideya hosil bo'ladi. Mana jism og'irlik kuch ta'sir qiladimi? F og'irlik kuch ta'sir qiladi. Nima uchun jism og'irlik kuch ta'sir qilsa, nima uchun pastga ketib qolmaydir bu? No, reaksiya puri. Ha, tayanch kuchi bor. Tayanchning bunga qarshi ta'sir qiladigan kuchi bor, to'g'rimi? Endi bu nimaga teng? Qanday o'ylaysan? Faollikka teng. Nima uchun faollikka teng? Newton 3-zakoni nakarres ana har kuchga teng kuch bor degan. Yo'q, Newton 3-qonun emas, bu Newton naborot 1-qonunga sakkiz keladi. Mana brusok tinch turibdi, pastga ham ketyapti, ustiga ham kelib qoladi. Demak, Kuchlar bir-birini kompensatsiya qiladi. teng, u kuchlar teng. Tushundingmi? Newton 3-qonun ham mayli. Xuddi o'sha og'irlik kuchiga teng bo'lgan kuch bilan ne qiladi? Stol naborot uni ko'tarib turishga harakat qiladi. Tushundingmi? Va buni reaksiya apori deydi. Normal reaksiya apori deydi. Tushundingmi? Tayanchning reaksiya kuchi deydi. To есть tayanch mana bu reaksiya bildiradi. Tushundingmi? 10 newton kuch bilan qo'ysang, 10 newton 10 kilogramm jism qo'ysang, parta ustiga. Parta shuni 10 newton naborot turadi. Ko'tarib turadi. Tushundingmi? Tushuntira bildimmi? Mana shuning uchun og'irlik kuch kerakmi bizga desa, yo'q, bizga naborot reaksiya kuchi kerak. Tushundingmi? Reaksiya kuchi, shu reaksiya kuchiga bog'liq. Mana shu reaksiya kuchiga bog'liq bo'lgani uchun u massaga bog'liq. Jismning massasini orttirgan sari tayanchning unga ko'rsatilgan reaksiyasi ko'payadimi? Mana shu ko'payish tufayli mana bu yerda orasidagi ne ko'payadi? Ishqalanish ham ko'payadi. Ular naborot yaqinlashadi. Tushuntira bildimmi? Endi buni qara. Ishqalanish kuchi bilan ishqalanish kuchini oladi. Dinamometr 3,5 da tortdik, ha? 3,5 da tortdim. Mana bu narsani bu odam ishlatib bech. Qachon? Sen bunday qo'y, hozir. Mana. Bu 3,5 newtonda tortdim, ko'rdingmi? Допустим, deydi, men dinamometr bo'lmagani uchun aytyapman sana. 3,5 newton bilan tortildi mana narsa. Savol. Ishqalanish kuchi 3,5 newtonmi? Mening tortish kuchim 3,5 newtonmi? 3,5 newton neydi u? Ishqalanish kuchimi? Yoki mening tortish kuchimmi? Startlayotgan kuch. Ishqalanish kuchi qancha bo'ladi?
Uyam 3,5 teng. Nima uchun? Chunki 3,5 tartib etganda u qo'zg'alib yotadi. Qo'zg'alib yotib. Harakat qiladi. Men 3,5 da tartganda u qo'zg'alsa demak uni ishqanishi ham 3,5 newton bo'ladi shunda. Ko'rdingmi, tushunchang to'g'ri emas sen. Naq shu savolni sana kecha uprugusda ham qo'yganman. Demak sen fizikani yaxshi tushunmayapsan. Hali ham o'zing matematikaga ishonib ketib yotirsan. Formulaga ishonib ketyapsan. Formulani bilib olaman, shu temada masala ishlab ketaveradi. Yo'q, unday bo'lmaydi. Fizikasini tushunishing kerak sen buni. Fizikasini tushunsang, ana shunda sen yaxshi fizik bo'lasan. Bo'lmasa любой matematika formulani bersam, o'zi ishlab ketaveradi u. Fizikasini bilmasang kerak bor uni. Endi sen savol. 3,5 newtonda tortib yotirman. Savolni takrorlayman. Men 3,5 newtonda tortib yotirman. 3,5 newtongacha jism harakatsiz turdi. Keyin 3,5-4 newton o'z nima deydi? Moment skachka degan bo'ladi. Mana bir maksimum 4 newtongacha ko'tariladi-da, keyin qayta tashlaydi. Mana qara, hozir bitib turadi-da. Harakatga kelgan paytda qayta cho'ziladi, ko'rdingmi? Ko'rdingmi mana? Qayta yinalib yotir. E'tibor bergan bo'lsam. Tushundingmi? Hozir qarang. Maksimum cho'ziladi-da, keyin qo'zg'algan payti shu skachok shu. Buni bir narsa krivoy deydi uni. Esim chiqib turadi. Mana shu krivoy 3 newton, 3,5 newton deyapmiz, 3,5 newtongacha. Bari 4 newton. Biroq tortgan paytda shu 4 newton ko'rding yana. Ko'rdingmi? Tortilayotgan ko'rdingmi? Siqilayotgan ko'rdingmi? Prujnaning birinchi maksimum cho'zildi. Harakatga keyin yana siqiladi. Ko'rdingmi? Mana. Siqildi. Ko'rdingmi? E'tibor bering, bermadingmi? Endi savol sana. Bu birinchi maksimum 4 newtongacha ko'tarib turgan harakatga kelmaganiga qayta 3,5 newtonga tushdi. Savol. Men tortayotgan paytimda 3,5 newton bilan tortyapman. Harakatga keltirdim 3,5 newton bilan. Savol. Men tortuv kuchim 3,5 newtonmi, ishqanish 3,5 newtonmi? 3,5 newton qaysi biri? Sizning tortish kuchingiz. Ishqanish qancha newton? Ishqanish kuchi qancha newton? U 3,5 dan oz. 3,5 dan oz sabab. Chunki u qo'zg'alib yotar, agar 3,5 teng bo'lganda qo'zg'almay turasiz. Ha, endi sen meni uyg'ona boshladim. Endi men sana aytaman, 3,5 newton oz emas, 3,5 newtonga rovna teng desam nima deysan? Unda qo'zg'almay turib kerak bo'lasiz. Yo'q, adashdan yana bir narsa bor bu yerda. Qo'zg'almay turish kerak edi yoki To'g'ri chiziqli tekis harakat. ha, ana. To'g'ri chiziqli tekis harakat qilsa ham ular teng bo'ladi. Sen meni tushundingmi endi? Fizikani bilgan mana shunday bo'ladi. Aniqda ag'am bilimini ishlata bilib yotirsan endi, tushundingmi? Demak, bu 3,5 newton bilan harakatlanyaptirmi? Demak, to'g'ri chiziqli harakat qilyapti. Значит, ishqanish kuchi ham 3,5 newton, men tortish kuchim ham 3,5 newton. Endi tushundingmi? Endi bu 4 newtongacha ko'tarilgani o'zi moment skachka degan bo'ladi. Shunday bir krivoysi bo'ladi uni o'zi. Harakatga kelmagancha tinchlikda ishqanish kuchi maksimumi 4 newton bo'ldi. Tushundingmi? Bitib ko'tariladi birinchi ishqanish bitib 0 edi. Dinamitni tartib berganda joy ko'tarila beradi. Qara, men sizga grafikni ko'rsatay. Ishqalanish kuchining F ishqalanishning F tortish kuchiga bog'liq nesidik? Nol edi boshda. Dinamitni tartayotgan paytda mo'ya marta, bu ham martada. Shunday bo'ldi. Bitib ko'tariladi mana. Tushundingmi? Bitib joy ko'tariladi. Reski tashladim keyin. Baya ko'rdim. Harakatlanib borganki prujnaning joyi tortildi. Payqadimmi, payqamadimmi? Videoda keyin ko'rasan qayta to'xtatib, ili sekinlashtirib ham ko'ruga bo'ladi. Tushundingmi? Endi bu yoqqa keltiramiz mana. Qara. Ishqalanish kuchi ham, tortish kuchi ham joy 0 dan boshlab joy ko'tariladi. Shu yertagi 4 newton bo'lgan paytda mana ishqalanish kuchi. 4 newton bo'lgan paytda bo'lgandan keyin reski tashlaydi. Shu yerda reski tashlaydi, joy 3,5 newtonda davom etadi. O'zgarmas 3,5 newtonda. Tushundingmi? Mana shu sirpanish ishqalanish kuchi deyiladi. Sirpanish ishqalanish. Sirpanish. Ama ne deymiz? Tinchlikdagi ishqalanish deymiz. Sen ne tushundingmi? Mana narsa tushunarli bo'ldi. Qayta tajribaga qaytama qara.
Qayta tajribaga qaytaman. Mana narsa stol ustida shunday bo'layotir. Endi qara. Yana nimaga bog'liq degan paytda sen ishqalanish koeffitsiyenti deding, a? Qara, latdan ushlab tur. Chachiq ushlab tur. Bu chachiq qachon masjidga boradi? Qara, 3,5 cho'zilib qoldi, 3,5 bilan. Qara, hozir уже gug'qonning tashqarisiga chiqib ketadi mana. Nega harakatlanmayapti? Koeffitsient bu yerda Yana ishqalanish koeffitsiyenti deysa. Yo'q, men unday degan haqlamoqman bular edim. Sirtqa bog'liq, sirtqa. Poverxnostga bog'liq, qanday poverxnost bilan ta'sirlashayotganiga bog'liq. Davlat tushuningmi? Qara, chachiq bilan plasmassa, stol bilan plasmassa 3,5 newton bo'ldi. Tushundingmi? Tushuntira bildingmi? Chachiqqa qo'ysam уже ne bo'lib ketdi u? Ashib ketdi. 5-6 newton уже qara gug'qonga bo'ysunmay qoldi mana. Qara prujinaning qanday bo'lib qolganini. Ko'rdingmi? Gug'qonning qanday paytlarda ishlayotganini aytdim mana kun sana. Yo'q. Aytdim. Qonun hukumat. Ha, silo progressiyada есть gug'qonuni. Bunday siz bu qonun deb aytmaysiz. Ben silo progressi qanday momentlarda qo'llanamiz, qanday momentlarda qo'llanolmaymiz? Agar plastik bo'lsa qo'llanilmaydi. Ya plastik, ishqalanish kuchida elastikda imеет rol. Plastikda sen o'sha yıxma, aralashtirma. Plastik degan yo'q bunday. Elastik kuchini o'zi aytib turasiz. Plastik kuchi deb aytib qo'ying. Xo'sh. Elastik kuch qanday paytlarda elastik kuchining qonunini foydalana olamiz, qanday holatlarda? Siqilish, Yo'q. qarilish. Yo'q, uni aytayotganim yo'q. Yo'q. Shu formani qo'llanish o'rinli bo'lgan holatlar, qaysi holatlar? Qaysi holatlarda qo'llanamiz, qaysi holatlarda qo'llanolmaymiz? Ko'rding, o'sha bilmaysiz. Keyingi dars zachot topshirasiz dedimi? Keyingi dars bo'ladi qachon? Ertaga. Xo'sh, qara. Absolut cho'zilish miqdori, deformatsiya miqdori mana uzunligidan kichik bo'lsa. Qayta takrorlab aytaman. Prujinaning uzunligidan deformatsiya miqdori deganingiz cho'zilish qilishmi? Mana prujina 10 cm. Uni yana 10 cm cho'zadigan bo'lsa, bu qonun ishlaydi yoki ishlamaydi? Esingga tushdimi endi? Aytilib edi. Kechirib qo'yibsiz, aytilib edi. Videoni qayta ko'r bor. Bu narsa aytilgan. Men siz daftarimni ham topib beraman, qo'ya tur. Agar yozgan bo'lsam. Ko'rdingmi sen videoni ko'rmaysan, shu tasadag'i? Просто video сделан deydi. Ne, audio edi. Audio edi. Audio bo'lsa, audioda bo'lishi kerak mana tegatini jism. Bu tegatini seni plus qaqtadi. Uni oldim. Erinmaymiz, orqaga qaytamiz. Qanday o'tgan darsni bilamanmi? Xush. Aha. Aha. Sıkılış, çözülüş. Aha, aha. Быкалык, жесткость. Абсолютное удлинение деформации. Mana. Ha yo'q. External debmi? Naqd ishlatsa yo'qmi? Yo'q, sразу что ketgan. Как это так? Delta X абсолютное удлинение. Agar aytmagan bo'lsam, videoni qayta audio zapisini qayta eshitasiz. Tushundingmi? Mana men zakon Gukada aytmoqman. Tushundingmi? Любое изменение формы и размеров тела называется деформацией. Ладно. Nega yozib qo'yasan? Deformatsiya yozib qo'yasan, tushundingmi? Mana zakon Guka mana. Qanday forma? Mana zakon Guka. Mana bu qonun, tushundingmi? Tushundingmi? Endi qara. Delta X mana delta X. Mana общий X dan kichik, juda kichik bo'lgan paytda o'rinli mana formula.
Buni aytgan bo'lishim kerak, sen uni eshitib ko'r. Agar absolut delta x bormi? Absolutni uдлинение. Prujnaning o'zining первоначальный razmerlaridan katta yoki shunga teng bo'lib cho'zilib ketadigan bo'lsa, unda prujna qaytmay qoladi o'sha. Men uni aytganman, sen hozir eslab turmadim o'sha aytganim. Qara, mo'g'ay o'rnini qara qaytadi. Hozir qaytib yotir. Ha? Hozir menda cho'zsam qaytadimi? Juda to'g'ri bo'lmaydi. Уже ishlamaydi u. Bu qon ishlamay qoladi, tushundingmi? Уже bu plastikka aylanib qoladi. Tushuntira bildingmi? Ha, shunday narsa. Demak, qaytamiz endi ishqalanish kuchiga. Bu formula Amundsen va Coulomb deydi. Amundsen va Coulombning formulasi. F teng mu n degan. N'ga bog'liqligini tushuntirdim-ku. Endi sana mana mu'ga bog'liqligini tushuntirmoqchi bo'ladim. Bu mu demak, sirtlar, har xil sirtlardagi uni k koeffitsiyentdek. Ishqalanish kuchi ko'rinib turmi? Ishqalanish kuchi proporsional, to'g'ri proporsional n-ga. Mana o'ynaydi. Aslida bu proporsional koeffitsiyenti, to'g'rimi? Bundaq yozuv bo'ladi. F ishqalanish teng k koeffitsient proporsionalности. N k ni topish uchun ne qilaman? Ishqalanishni n ga bo'laman. To есть qara, men ishqalanish kuchi 3,5 newton bo'ldi-ku. Shu yerda men o'lchayman. Qancha newton bo'ldi, допустим? 5 newton bo'ldi deydi. 5 newton bo'ldi. O'lchayman, uni ham o'lchayman, uni ham o'lchayman. Именно men o'sha поверхность uchun o'lchayman. Men o'lchayman, tortish kuchim, допустим, aytaylik 3 newton bo'ldi. Tortish kuchim 3 newton bo'ldi. Men uni massasini o'lchasam, bu ne bo'ldi? M 5 newton bo'ldi. Shu temadagi F ni n ga bo'laman va koeffitsient kelib chiqadi. F ishqalanishni n ga bo'laman. Po sути, koeffitsient трения degani. Mana bu ikkovi nisbati, tushundingmi? O'sha yerdagi nisbat, mana yog'och bilan plastmassadagi nisbati bu. Yog'ochda navosh narsa qancha bo'ldi? Ishqalanish 3 newton bo'ldi, men o'zim ko'rdim. Massa tartibim 5 newton bo'ldi. O'zim to'playsadim. Tushundingmi? Yog'och paytda mana ishqalanish 3 newton bo'ldi, men massasi 5 newton bo'ldi. Bo'lib edim, 3 ni 5 ga bo'lsa qancha bo'ldi? 0,16 bo'ldi. Ha, deyman. Demak, mana plastik bilan yog'ochning orasidagi mana nisbat o'zgarmaydi bo'ldi. Tushundingmi? Qanday plastik ekkasang ham massa ortgan sari ishqalanish kuchi ham ortaveradi, biroq nisbat shu bo'laveradi. Tushundingmi? Buni mana bunday ko'rsatamiz qara. Mana bunday ko'rsatamiz mana. Bayaq grafikni qaytarsamiz. F ishqalanishning Yoki men ko'rib bersangiz men bo'lib biznes ketsam. Bas, F tortishga. Qarang, mana uni orttirgan sari mo'yam ortaveradi. Tushundingmi? Qo'yib, F tortishdimi? N. N orttirgan sari mana ham ortaveradi. Mana 2 newton bo'lsa, bu ham masalan 4 newton bo'ladi. Mana 4 newton bo'lsa, mana qancha bo'ladi? 8. Shu yetib mana o'zgaraveradi, mana o'zgaraveradi. Tushundingmi? Va chizsak mana krivoy hosil bo'ladi. Mana shu krivoy neni beradi bu krivoy? Bu o'zgarmaydi bu. Koeffitsient. Bu o'sgan sari bu ham o'saveradi. И прямая liniya bor. Buni koeffitsient deb aytasak. Tushundingmi? Anoda ham shunday. Biqillikda. Mana zo'r bo'pti? Примерно shunday. Ha, zo'r. Zo'rni aytaman, teshib, men qatırsam, men mo'la normalniy bo'ldim. Ha, zo'r kitobdagidek bo'pti. Men qiyamazandan keyin men teshamadagi, mana gaytnichiga solgan boltni do'stlarga asqazdim. Ha, bu zo'r bo'pti, zo'r, молодец. Bayog'da qildingmi? Qo'shdingmi? Tushunishga? Men darsimiz polni chiqadi. Kelaman, men shuni tuga kirgan. Ba'zi kirgizdimmi? Ha, Kelamay qo'ydim. Ana uni ne qildim? Birday silliq qilish uchun. Yo'q, biron katta biron kichik kundan men qo'yib kelib tashladim. Chekirsam. Ek katta, o'rtaga kichik qildimmi? Qanday qilib? Cheti ek katta. O'rtaga kichikishga. Uni chekirsam bo'lsa, mana diametri to'g'ri kelmaydigan kiloga. Ha. Shundan kattaroq men razmeri qo'shib qo'ydim davi, uni qo'yib kelaysam. Atak men katta, o'ta kichik. Zo'r. Hech ketdim. Хорошо. Demak, sen buni tushundingmi?
bu nisbat ning nisbati koeffitsient treni 0,6 ning desang, sen любой joyda bir to'p turgan paytda aytishim kerak. Bu ishqan shu mana sirt mana danniy sirt bilan berilgan sirtdagi ishqan kuchi bilan oporaning tayanchning reaksiya kuchining nisbati bo'ldi deyishim kerak. Tushundingmi? Asal uni deb aytib koeffitsient treni. Biz mana shu sonni endi ishqalanish koeffitsient deb atashdan boshqa ilojimiz qolmaydi. Uni biz atag'anmiz, uni nomini biz berganmiz. Aslida shu bor narsaga tabiatda deb tushunish shu to'g'ri narsamiz. Tushundingmi? Mana tortish kuchi, to есть reaksiya apora bilan ishqalanish kuchining nisbati nasamini deylik. Tushundingmi? Endi mayda qanday bo'ladi? Menga may quyib qo'ysam qanday bo'ladi? To'g'ri unday bo'lmaydi o'sha. Ko'rdingmi? Tortish kuchi ham az bo'ladi, biroq mana o'zgaradimi? O'zgarmaydi u. Shunga ishqalanish kuchi az bo'ladi. Mana silotreni az bo'ladi. Qancha bo'ladi? Допустим, aytaylik 3 emas 1 deylik. 1 ni 5 ga bo'lsa qancha bo'ladi? 0,2 bo'ladi. Ha, значит, may bilan plastikning orasida ishqalanish koeffitsiyenti 0,2 ekan deymiz. Tushundingmi? Aslida nima bu? Bayaq nisbati. Ana kuchlar mana kuchning nisbati. Tushuntira bildimmi? Bu mana shu ikki sreda uchun, ikki sirt uchun nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Konstanta bo'ladi, o'zgarmas bo'ladi. Tushundingmi? Charchab ketdim. Endi tushuntira bildimmi, tushuntirolmadimmi? Tushunmagandan videoni qayta-qayta eshitib tushunib olarsiz. Tushundingmi? Mana shu mu, mana k'ni endi mu bilan almashtiramiz. K'ni mu bilan almashtiramiz. Mu'ni koeffitsient treniya deymiz. Koeffitsient yozib olsa treniya deymiz va Hamilton Coulomb formasini ishq elektr treniya bo'ladi. Mana formula Hamilton va Coulomb bo'ladi. Tushundingmi? Hamilton va Coulombning formasini aytiladi. Tushundingmi? Demak, nega bog'liq ekan? Tayanch kuchining reaksiyasi kuchiga bog'liq ekan va ishqalanish kuchining reaksiya kuchiga. Yo'q, unday demaymiz. Sirtqa. Ishqalanayotgan sirtlarga bog'liq deymiz. Tushundingmi? Ishqalanayotgan sirtga bog'liq deymiz. Mana mu degan aslida sirtning xususiyatini ko'rsatib turadi. Tushundingmi? Bo'ldi mana shu. Mana shu bo'ldi. Bu yerda boshqa qo'shib olotni ishlasam yo'q. Ha, kuchning yo'nalishi bor. Bu kuch uchun nima bo'ladi? Vektor kattalik bo'ladi. Ishqalanish kuchining yo'nalishi qanday bo'ladi? Biz ko'rsatayotgan kuchga teskari bo'ladi. Har doim harakatlanishga qarab-qarshi. Tushundingmi? Biz ko'rsatayotgan kuch deb ayta olmaymiz, chunki biz ko'rsatayotgan kuch manda ham bo'lishi mumkin. Mana narsani men hozir manda ko'rsatayman. Demonstratsiyani ko'rsatganim yaxshi. Mana narsani manda qilib tartsam ham bo'ladi. Qara. Manda qilib tartsam ham bo'ladi. Biz ko'rsatayotgan kuchimiz o'sha yo'nalishda bo'lib turadi. Ha, boshqacha tarsam ham bo'ladi. Qarab tur hozir men sen ko'rsatay. Mana sen tartasan. Qara. Sen tartasan. Tushundingmi? Mana men tartaman. Tayyorsan? Tayyorsan deymi? Qara. Tart. Sen nega o'zingga tartasan? Nega menga qarasan bu? Kuch ta'sir etyapti. Endi tushundingmi? Biz ta'sir etayotgan kuchga qarama-qarshi desak to'g'ri bo'ladi ekan. To'g'ri bo'lmaydi ekan. Qayta bir ko'rik, videoga ko'ringan bo'lsa. Sen anaqa tart, men bunaqa tartaman. Tart. Ko'rdingmi? Harakatlanayotgan yo'nalishga qarama-qarshi deb aytishing kerak. Tushundingmi? Biz ta'sir etayotgan kuchga qarama-qarshi desak, mana bu ishqalanish shunday bo'lib qoladi, mana bu shunday bo'lib qoladi. Tushuntira bildimmi? Yaxshi. Degan har doim harakat yo'nalishiga qarama-qarshi bo'ladi. Yaxshi. Demak, savol. Ishqalanish kuchi bizga foydami, ziyonmi? Nima? Zakarlardan videos. Aksarda boş. Dinamikani kim olgani? Dinamika metrda biz neyse kadar znaешь? Добрый bize de.
Dinamometr, наклонная плоскость, mümkün anday. Ballistik pistolet deb shunaqa bizda kerak, значит. Mana siz tushunarlimi? Savollarni ishqan tushunganlarini bilib oldim, barini eshitib o'tirib, qayta eshitib o'tirib yozasan, tushundingmi? Bir eshitgan bilan davlat bo'lmaydi. Bir nechta marta eshitish kerak buni. Tushundingmi? Qancha minut vaqtimiz ketdi? 30 minut vaqtimiz ketdi. Yaxshi 30 minutdan normalniy. Yana neytumga bo'ladi. Endi yayatimiz bo'lsa MG bo'ladi. Buni bilasan, muammo yo'q. Unda muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Xo'sh. To'xtataveraymi o'g'lim? Şöyle qolib ketmadi, aytiladi. Vroде hech narsa qolmadi.